Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mutaxassislikka kirish fanidan ma'ruzamizni boshlaymiz. Bugungi ma'ruzani men katta o'qituvchi Rajabova Sayra taqdim etaman sizlarga. Bugungi birinchi ma'ruzamiz avtomobil va jamiyat mavzusi. Reja bo'yicha 3 ta reja belgilab olganmiz. Kirish qismi avtosanoat aksionerlik jamiyatining hozirgi holati va mamlakatimiz avtosanoat rivojlanishining istiqbollari. Kirish qismida bugungi kundagi avtomobil transportini mamlakat transport tizimidagi roli haqida gapirib o'tadigan bo'lsak. Avvalambor mutaxassislikka kirish fanini siz talabalarga o'tilishini sabablarini keltirib o'tsam, hozirgi kunda sizlarga ma'lum iqtisodiyotimizni, mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlanishda transport tizimining roli juda ham beqiyos. Transport tizimini rivojlantirish, salohiyatni oshirish, samaradorligini oshirish, aholiga sifatli transport xizmatlarini ko'rsatishda albatta biz oliy ta'lim oldiga qo'yilgan maqsadlar bor. Yetuk kadrlarni yetishtirib chiqarish, mamlakatimiz transport tizimini modernizatsiya qilish, yangiliklarni kiritish, yangiliklarni joriy etish, jahon transport tizimida bo'layotgan yangiliklardan boxabar bo'lib, ularni bizning mamlakatimizga ham joriy etish asosiy maqsadlardan biri. Buning uchun sizlarga ta'lim olish jarayonida barcha yangiliklarni, barcha bo'layotgan ilmiy izlanishlar natijalari bilan sizlarni tanishtirib borishimiz kerak deb o'ylaymiz. Kirish qismida ozgina transport tizimi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Avtomobil transporti mamlakat transport tizimida muhim rol o'ynaydi. Unga mamlakat iqtisodiyotidagi barcha yuk tashishdan salmoqli ulush to'g'ri keladi. Avtomobil yuklarni temir yo'llarga, daryo va dengiz qirg'oqlariga tashishda, sanoat, savdo korxonalariga, qishloq xo'jaligi ishchilariga xizmat ko'rsatishda keng qo'llaniladi hamda yo'lovchilarni tashishni ta'minlaydi. Millionlab avtomobillar fuqarolarga tegishli bo'lib, ularga kundalik hayotda xizmat qiladi. Birinchi avtomashina paydo bo'lganiga deyarli 100 yildan oshdi, lekin undan foydalanmagan sohani deyarli yo'q deb aytsak bo'ladi. Shu sababli rivojlangan davlatlar iqtisodiyotidagi avtomobilsozlik hozirgi kunda mashinasozlikning yetakchi sohasi hisoblanadi. Buning o'ziga yarasha sabablari bor. Birinchidan, har kun turli biznes muammolarini hal qilish uchun odamlar iloji boricha mashinalardan foydalanadilar. Ikkinchidan, ushbu soha bilimlariga asoslangan va yuqori texnologiyalarga asoslangan. U boshqa ko'plab sohalarni o'z orqasidan tortadi. Korxonalar uning ko'plab buyurtmalarini bajaradilar. Avtomobilsozlik sanoatiga kiritilgan innovatsiyalar ushbu sohalarda muqarrar ravishda ishlab chiqarishni yaxshilashga olib keladi. Bunday sohalar juda ko'p bo'lgani sababli butun sanoatning o'sishi va demak umuman iqtisodiyotning o'sishiga olib keladi. Boshqa sohalarni tortadi deganda biz kengroq ma'lumot beradigan bo'lsak, ya'ni avtomobilni ishlab chiqarishga ketadigan barcha xom ashyolar, masalan, metallurgiyadan tortib boshqa har bitta bir ehtiyot qism ishlab chiqaradigan korxonalar, avtomobil oynalari, avtomobil jihozlari va hokazo, ya'ni avtomobil yaratilgunga bo'lgan, avtomobilga kerakli bo'lgan barcha uskunalarni, qurilmalarni ishlab beruvchi, unga tutash korxona sohalarni ham rivojlanishiga juda ham avtomobil transport sohasi juda katta ta'sir ko'rsatadi hamda ularning faoliyat yuritishiga ham sabab bo'ladi. Uchinchidan, barcha rivojlangan mamlakatlarda avtomobilsozlik milliy iqtisodiyotning eng daromadli tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Chunki u tovar aylanmasini ko'paytirishga yordam beradi hamda ichki va jahon bozorlarida sotish orqali davlat xazinasiga katta daromad keltiradi. To'rtinchidan, avtomobilsozlik strategik jihatdan juda muhim sohadir.
Ushbu sohaning rivojlanishi mamlakatni iqtisodiy jihatdan kuchli va shuning uchun yanada mustaqil qiladi. Harbiy sohada avtomobil texnikasining eng yaxshi namunalaridan keng foydalanadi, ya'ni strategik maqsadlarda mamlakatning mudofaa qudratini oshirish maqsadida eng so'nggi yangiliklardan, eng ilmiy izlanishlarning yangi namunalardan foydalaniladi. Avtomobilsozlik sanoati avtomobillar ishlab chiqariladigan yoki sotadigan har bir mamlakatning mehnatga layoqatli aholisi bandligini yuqori foizda ta'minlaydi. Avtomobil ishlab chiqaruvchi davlatlar, shuningdek, hamkorlik shartnomalari tuzgan davlatlar uchun ham yangi ish joylari yaratiladi. Bundan tashqari, mehnatga layoqatli aholining hali ham katta qismi avtomobilsozlikni ta'minlovchi turdosh tarmoqlardan band. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida avtomobil ishlab chiqarish sohasida, shuningdek, shunga o'xshash sohalarda avtomobil transporti va yo'l transport sohasida 12,5 million kishi ishlaydi. Ya'ni sanoat sohasida ishlaydigan har 6 kishidan biri. Rossiyada avtosanoatning o'sish sur'atlari pasayishiga qaramay 70 million mehnatga layoqatli odamlarning 1,7 million donasi avtomobilsozlik sohasida ish bilan ta'minlangan. Bularning barchasi birgalikda avtomobilsozlik sanoatini jahon iqtisodiyotida yetakchi o'rinlardan biriga olib chiqadi. Hozirda avtomobilsozlik sanoati va unga bog'liq sohalarning rivojlangan davlat iqtisodiyotida ahamiyatga ko'rsatadigan bir qator tendensiyalar mavjud. Yana bu sohada yangi yondashuvlar, yangi texnologiyalar joriy etilmoqda. Ilmiy va texnik yo'nalishda ishlanmalar ishlab chiqarilmoqda, ya'ni ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda va transport sohasiga yanada yangi texnologiyalar, yangi ishlanmalar joriy qilish amalga oshirilmoqda. Bulardan ko'zlanayotgan asosiy maqsad, ya'ni ilmiy va texnik yo'nalishlardan asosiy maqsad yoqilg'i sarfini kamaytirish hamda atrof muhitga zararli chiqindilarni kamaytirish yoki yangi zamonaviy avtomashinalarni yaratish, ekologik, xavfsiz bo'lgan avtomobillarni yaratish, sifati, ishonchliligi, xizmat foydalanishdagi chidamlilikni yaxshilash, shuningdek, insonning funksiyasini iloji boricha kamaytirish, ya'ni avtomobilni intellektuallashtirish, ya'ni aqlli avtomobillar va yo'l tizimlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan. Hamda turli xil ish sharoitlarida avtoulovlarning keng ixtisoslashuviga olib keladi, ya'ni ixtisoslashtirilgan transport vositalarini yaratishga hozirgi kunda keng e'tibor berilmoqda. Ikkinchi savolga o'tadigan bo'lsak, mamlakatimizdagi eng yirik aksiyadorlik jamiyatidan avtosanoatning hozirgi holati haqida sizlarga ma'lumot bermoqchimiz. Tarmoqning hozirgi holati: 1992-yilda mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan keyin respublikamizning birinchi prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan tashkil etilgan Uzdeo Avto qo'shma korxonasi o'zbek sanoatiga asos solishiga sabab bo'ldi. Keyingi 26 yil davomida 28 yil davomida avtomobil sanoatining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni yalpi ichki mahsulotning 6,6% tashkil etadigan darajaga o'sdi. Avtomobil sanoatida band bo'lgan qariyb 30 ming nafarga yaqin xodimdan tashqari, avtomobilsozlik, metallurgiya, kimyo, elektrotexnikasi kabi boshqa tarmoqlarning mahsulotlariga talabni yuzaga keltiradi hamda ushbu tarmoqlarda ham yangi ish o'rinlarining yaratilishiga olib keldi. Iqtisodiyot va sanoat vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, respublika avtosanoati boshqa tarmoqlarda ham 200 ming nafardan oshiq kishini ish o'rinlari bilan ta'minlab kelmoqda.
agarda respublikada ishlab chiqarishni mahalliylashtirish darajasida yuqori sur'atga chiqqanda bu raqamlar yanada salmoqli bo'lishi mumkin. Mahalliylashtirish deganda nimani tushunamiz? Ya'ni shu ishlab chiqaradigan mahsulotimizni barcha ehtiyot qismlari va o'sha uskunalarni o'zimizni mahalliy xomashyolardan o'zimizni hududimizda ishlab chiqarish nazarda tutiladi. Hozirgi kunda bu ko'rsatkich faqat yengil avtomashina ishlab chiqarishda 50% ga yaqinroq, ya'ni 42% ni tashkil etmoqda. Qolgan hollarda avtobuslar va yuk mashinalari ishlab chiqarishda bu ko'rsatkich 15% dan oshmaydi. Ya'ni shu ishlab chiqarilayotgan mahsulotni, transport vositalarini qolgan qismlar, ehtiyot qismlari xorijdan nima deydi, hamkorlardan yetkazib kelinadi. O'zbekistonda avtomobilsozlikka asos solingandan beri bu tarmoqqa bir qator muhim imtiyozlar berildi va tarmoqni rivojlanishini qo'llab-quvvatlash choralari belgilab olindi. Ya'ni proteksionistik choralar deb aytiladi bu narsa. Ya'ni iqtisodni chet el raqobatdan himoya qilish maqsadida yuritiladigan siyosat. Bu narsani nimalarda ko'rish mumkin? Ya'ni avtomobil sotishda biz buni nazarda tutsak bo'ladi. Ba'zi bir davlat yangi ish boshlagan korxonalarni ma'lum bir muddatga davlat bojlaridan ozod etish, ichki bozorda uning o'rnini, nufuzini saqlab turish maqsadida narxidagi bo'lgan maxsus belgilashlar bunga misol bo'la oladi. Ya'ni respublikaga chet el avtomashinalarni olib kirganligi uchun yuqori bojlar va aksiz soliqlarning o'rnatilishi ushbu tarmoq uchun eng asosiy imtiyoz hisoblanadi. Bundan tashqari, avtotransport ishlab chiqaruvchilar butlovchi qismlarni import qilishda qo'shimcha qiymat solig'i bo'yicha ham imtiyozlarga egalar. Biroq yuqori miqdordagi bojlar barcha import qilinadigan mashinalarga nisbatan ham qo'llanilmaydi. Ma'lum bir belgilab olingan davlatlar bor. Ya'ni mustaqil hamdo'stlik davlatlariga nisbatan joriy etilgan. Bular Rossiya, Qozog'iston yoki Ukrainada ishlab chiqarilgan avtomobillar ushbu mamlakatlardan olib kiriladigan yangi avtomobillarga avtomobil narxining 2% imtiyozli aksiz solig'i belgilangan va ularga nisbatan bojxona boji undirilmaydi. Ushbu imtiyozlarni qo'llash uchun mazkur avtomobilning ishlab chiqarilishi 50% dan ortiq mahalliylashtirilgan hamda uni to'la yig'ish to'la sikl bo'yicha amalga oshirilgan bo'lishi kerak. Avtomobillarni muayyan mamlakatlardan import qilishda imtiyozlar mavjudligiga qaramay, mahalliy avtosanoat ichki bozorda deyarli monopol hisoblanadi. Tarmoqda ishlab chiqariladigan avtomobillar, yuk mashinalari va avtobuslarning aksariyat qismi mamlakat ichki bozorida sotiladi. Shunga qaramay, avtomobil sanoatining 27 yillik rivojlanishi davrida ushbu tarmoq respublika eksportida muhim rol egallay olmadi. Endi yengil avtomobillarni import qilish bo'yicha statistikaga nazar tashlaydigan bo'lsak, 14-yildan 17-yilga qadar 10 million AQSh dollaridan 100 million AQSh dollaridan 200 million AQSh dollarigacha o'zgarib turgan, ya'ni import qilish hajmi. Biroq 18-yilda import hajmi 319 million AQSh dollarigacha keskin oshib bordi. Ayni paytda o'tgan yildan yengil avtomobillar eksport qilish esa qariyb 5 baravarga kamaygan va 29,3 million AQSh dollarini tashkil etdi. Bundan tashqari xabaringlar bo'lsa, eksport qilingan avtomobillar ichki bozordan ancha arzon narxga sotiladi. Ushbu strategiya boshqa mamlakatlarning ichki bozoriga kirib borish strategiyasi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni o'zbek sanoatini o'z o'rnini egallab olish uchun qo'llagan ichki davlat strategiyasi bo'ladi. Ya'ni bizni o'zimizdagi mahalliy bozorlarga nisbatan
xorijda biz avtomobillarni arzonroq sotilishini shuni misol qilib keltirsak bo'ladi. Avtomobil sanoatini rivojlantirish bo'yicha bir qator davlat va hukumatimiz tomonidan bir qator qarorlar, farmonlar chiqarilgan. Bu yerda 19-yil, 18-yildagi prezidentning 43-98-97 qarorini misol qilib keltirsak bo'ladi. Ya'ni 19-23-yil davomida ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh ishlab chiqarishni yaratish maqsadida bir qator vazifalar belgilab olingan. Ya'ni yengil avtomobillarni ishlab chiqarish hajmini oshirish, undan tashqari avtomobillarning mahalliylashtirish darajasini o'rtacha 60% ga yetkazish, yillik yuk avtomobillar va avtobuslarni ishlab chiqarish hajmini 10,000 donaga olib chiqish va hokazo. Quyidagi slaydda joriy slaydda mamlakatimizda ishlab chiqarilgan yuk avtomobillari hamda yengil avtomobillar tasvirlangan suratni ko'rib turibsiz. Keyingilari yillik avtomobil eksport hajmini 10,000 donaga yetkazish, bu o'sha o'z oldiga belgilab qo'yilgan, davlat tomonidan belgilab qo'yilgan maqsadlardan biri. 19-yil eksport dasturi bo'yicha ham juda sermahsul bo'ldi. Mahalliy ishlab chiqarilayotgan avtomobil mahsulotini eksport qilish hajmi oldingi yilga nisbatan 2,8 barobarga ko'payibdi. Xususan bu yerda yengil avtomobillar, butlovchi qismlar ham shu qatorda avtomobillar qatorida eksport qilinmoqda. Bulardan eng ko'p eksport qilinadigan davlatlar Rossiya, Qozog'iston, Ukraina, Tojikiston, Belarus, Afg'oniston, Ozarbayjon va boshqa mamlakatlar kabi eksport bozorlariga avtomobillar yetkazib berishni tiklash bo'yicha olib borilgan ishlar juda ham bir samarali bo'ldi.